Salom obunachilar, sizlar bilan men Bobur Minecraft do'stlar. Do'stlar, bugun men sizlarga Minecraft o'zbekcha qilishni o'rgataman. Telegramga kirasizlar va artefaktni hamma tanisa kerak, to'g'rimi? Artefakt kanalida qidiruvga kirsalar fayllarga, o'sha yerdan keyin esa bu yerda qidiruvga o'zi desalaring, mana bu yerda pastda o'zbekcha til chiqadi. O'shani adashib ketdim do'stlar. Mana shuni bossalaring Minecraftga kiradi. Minecraftga kirganlaringdan so'ng esa Minecraftda kirishlaring kerak bo'ladi. O'shanda Minecraftlaring o'zbekcha bo'ladi. Mana kirib boshlayapti. Endi esa biz boshlaymiz. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Kanalim yangi. Shuning uchun men birdan 100 ta bo'lmoqchiman obunachilar. Eski kanalim esa 81 ta bo'lib o'chib ketdi. Qandaydir. Shuning uchun obunachilar kanalni bitta 100 ta bo'lmoqchimiz. Men bu yerda yuklaganman obunachilar. Yomon zo'r mod. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Kirib olsin. Mana shu telefonda shuni odat qilganda ana ko'rasizlarmi? Bu modni yuklagandan keyin o'ynash, sozlamalar hammasi o'zbekcha. Mana chat bo'ldi do'stlar. Men shuni bilaman hozircha. Keyingi safar agar kanalimda mana shu videoda 25 ta like olsa, men sizlarga bitta yangi video qo'yaman. Shuning uchun bo'pti obunachilar, xayr.